Assalomu alaykum. Bilasizmi, kasallikdan xalos bo'lish bu siz o'ylaganchalik qiyin emas. Ko'pchilik insonlar yillar davomida kasallikka davo topa olmay qiynalishadi. Shifokorlar, dorilar, turli terapiyalar bular odatda ko'pincha umidsizlikka olib keladi. Ko'pchilik shunday deb o'ylaydi. Menimcha sog'lom bo'lishim endi mumkin emas. Bu kasallik menga doimiy qolib ketadi. Aslida-chi? Aslida haqiqat butunlay boshqacha. Har qanday kasallikka davo bu siz o'ylaganchalik qiyin emas. Sizning tanangizdagi shifo kuchi ongingiz va ruhiy holatingiz bilan chambarchas bog'liq. Har bir insonning tanasi o'zini davolashga qodir va bu jarayonni tezlashtiradigan yagona kalit sizning fikrlaringiz hamda sizning ongingiz hisoblanadi. Har bir kasallik, hatto yillab davom etgan kasallik ham salbiy fikrlar, xavotir va stress ildizidan kelib chiqadi. Sizning ichki dunyoyingiz tinch, ijobiy va shifo energiyasi bilan to'lsa, tanangiz asta-sekin o'zi tiklay boshlaydi. Dori-darmonlar esa faqat simptomni vaqtincha yengillashtiradi, lekin haqiqiy davolanish ong va ruh orqali sodir bo'ladi. Men bu mavzuni shifo kursimda to'liq yoritib berdim va alhamdulillah yuzlab insonlar hayotida ajoyib natijalarga erishdik. Ular o'z kasalliklarini dori bilan emas, o'z ongining kuchi va ichki holatini o'zgartirish orqali yengib chiqishdi. Agarda siz ham shifo jarayonini boshlashni xohlasangiz, demak birinchi navbatda ichki tinchlikni yarating. Ongingizdagi salbiy fikrlarni chiqarib tashlang. Albattaki, o'zingizni ichki holatingizni o'zgartirishga harakat qiling. Xotirjam bo'lishga harakat qiling. Doimiy stresslar, doimiy asabiylashishlar bu sizni tanangizdagi har qanday kasallikni faqatgina rivojlantiradi xolos. Demak, agarda siz ham mana shu birinchi navbatda ichki tinchlikni yarata olsangiz hamda ongingizni demak o'zgartirishni boshlasangiz, hatto yillab davom etgan kasallik ham asta-sekinlik bilan kamayadi va tanangiz tabiiy ravishda tiklanadi. Har bir insonning tanasi o'zini davolashga qodir va bu jarayonda sizning fikrlaringiz va ruhiy holatingiz eng muhim vositadir. Eslab qoling, kasallikdan xalos bo'lish uchun sizga murakkab terapiyalar yoki qimmat dorilar shart emas. Asosiysi bu sizni o'zingizni, ongingizni boshqarishingiz. Agarda siz ham tanangizdagi kasalliklardan hech qanday dori-darmonlarsiz xalos bo'lishni xohlasangiz, marhamat murojaat qilishingiz mumkin. Ushbu video yakunida men 10 kunlik shifo kursimdan olingan natijalarni qo'yaman. Bemalol siz ushbu natijalar bilan tanishib chiqishingiz mumkin.